Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bitta ajoyib natija bilan bir bemorimiz telefon qilishdi. Bosh miyadagi o'simta quryapti. Shifo Allohdan. Faqat sababini qilinglar. Xudo xohlasa hamma kasallikni tuzatsa bo'ladi. Imkon qadar. Faqat sababini qilish kerak. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Bo'lganimiz video davomida ko'rib borasizlar. Super, bamda olib kelib beruvdingiz menga bir vaqtlar. Alloh shifo bersin. Nima bo'lgandi? Gazga kicharitdi, mayda o'simta. O'simta kichayapti. Shunda yana borib olib keldim. Tarteda, poligalov, keyin bo'lsa chuvalchangdan yana ichyapman. Ana poligalov bilan chuvalchangni ovqatdan oldin yeymi yo'q keyinmi, yo'q farqi yo'qmi? Oshqozoningizda muammo yo'qmi? Yazva, gastrit, pankreatit, Gazga bo'lishi mumkin lekin. og'riq bermadimi? Mana oldin ichgansiz shu narsani, chuvalchangni ham, torpedani ham, poligalovni ham oldin og'riq bermaganmi? Og'riq bermagan, menga o'ng tomonda mana bu nimada yuradimni tagi xuddi ishkanday deb turadi. Taloqmi, qora taloqmi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chap tomonda bo'ladi yurak. Ha, chap tomondagi. U selezionka, ya'ni qora taloq. Bu torpedani o'zi tuzatadi, xavotir olmang. Bu o'simta nechinchi bosqichda degandi? O'simta 11 degan edi-da, 11mi shunaqa ekan, bu birinchi tekshirtirganimga. Xo'p, qayerda degandi o'simtani? Bu bosh oldiga, nimaga? Chap tomonga. Ha, bosh miya. Peshona qismiga. Ha, bosh miyada o'simta. Alloh. Uncha ichkariga emas, lekin ko'pam tashqariga emas, shu normalday nimaga deydi-da. Xo'p, qancha vaqt ichdingiz? Uni men 40 kun birinchi berganimga 40 kun ichdim. 40 kun emas, 2 oy ichdim manimcha. Kichrayish. Nimaga 40 kun bir tomchidan ko'paytirib bordim. 40 kundan keyin yana asliga qaytdim shunaqada. Qancha bo'ldi? 40 tomchi chiqib, 40 tomchi tushiriladi poligalov. Ana shunday qildim, ha. Xo'p, o'simta qanaqa hozir kichrayganmi? Ikkinchi 6 oydan keyin tekshirtiring dedi. Borib tekshirtirsam, tabriklaymiz. Kicharitdi dedi-da. Ha, Alloh shifo bersin. Bo'ldi, mana shuni davom ettiring. Xudo xohlasa u hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat, qachon salomat bo'ling, sog' bo'ling, charchamang. Xursand bo'ldim. Xo'p, qarang, o'zlari bilan bo'lgan jonli suhbatni qo'yib berdim. Bu